Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan biz bugun Ramazonda roza tutishning organizmga qanday foydalari bor, immunitetga qanday ta'siri mavjud ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum aziz Doktor Feminikalning a'zolari, sizlar bilan men Doktor Sanjarov. Bugun sizlar bilan mana shu mavzuda, ya'ni Ramazonda organizmga qanday foydali ta'sirlari bor va immunitetga qanday ta'siri bor to'g'risida batafsil gaplashamiz. Azizlar, Ramazon oyi bu muqaddas oy hisoblanib, Ramazon oyida roza tutish bu islom dinida, ya'ni bizning dinimizda eng asosiy farzlardan biri hisoblanadi. Ramazon rozasi asosan 29-30 kun davom etadi. Ya'ni mana shu 29-30 kun davomida saharlikdan to iftorga qadar suv ichilmaydi, ovqat yeyilmaydi, hattoki tuz tatmasligimiz lozim bo'ladi. Ramazon oyida bir oy muddat ichida roza tutganimizda bizning organizmimizda asosan keton tanachalari hosil bo'ladi. Ya'ni bu keton tanachalar antimikrob ta'siriga ega hisoblanadi. Biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ramazon oyida bizga juda ko'p murojaat qilishadi. Sog'lig'im yaxshi bo'lmadi, o'z immunitetim pastga tushib ketdi, qozonimda og'riqlar paydo bo'ldi. Shu savollar bilan bizga murojaat qilishadi. Biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ramazon oyida eng asosiy narsa bu to'g'ri ovqatlanish. Ramazon oyida to'g'ri ovqatlanishga biz tavsiya beradigan ovqatlanishimiz bu keto dieta ovqatlanish hisoblanadi. Bu keto dieta nima? Tarkibida past uglevod mahsulotlarini saqlovchi oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanish hisoblanadi. Roza tutganimizda organizmda birinchi o'rinda sitokin degan moddalar hosil bo'ladi. Bu sitokinlar bizning organizmda joylashgan immun hujayralarni bir-biri bilan bog'lab turuvchi biokimyoviy moddalar hisoblanadi. Aynan mana shu moddalar yordamida organizmda yallig'lanish jarayoni yuzaga keladi. Demak, roza tutganimizda sitokinlarning miqdori pasayib ketadi. Ya'ni yallig'lanish jarayonlari pasayib ketadi, organizm tuzalish jarayonlari sodir bo'ladi. Navbatdagi organizmdagi o'zgarishlar bu qon tarkibidagi makrofag hujayralarining ortib ketishi. Makrofag hujayralari bu nima? Immun tizim sistemasidagi bizning organizmga tashqi muhitdan kirib kelgan har qanaqa virus va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi yirik hujayralar hisoblanadi. Aynan mana shu hujayralar roza paytida, Ramazon oyida soni ortib ketadi va bizning immunitetimizni ortishiga sabab bo'ladi. Navbatdagi kuzatiladigan hodisa bu mikrobiomlarning ortib ketishi. Mikrobiom nima? Bizning organizmda immunitet sistemasi asosan yo'g'on ichakda hosil bo'ladi. Yo'g'on ichakda maxsus hujayralar bo'lib va bakteriyalar bo'lib, bu bizning organizmda immunitet sistemasini mustahkamlaydi. Immunitet sistemasi shu yerda shakllanadi. Mikrobiom hujayralar bu bizning tanamiz uchun kerak bo'lgan mikroorganizmlar hisoblanadi. Aynan mana shu roza paytida mikrobiomlardagi gen mexanizmi ortib ketadi va buning oqibatida immunitetning ko'tarilishi sodir bo'ladi. O'z navbatida shuni aytib o'tishimiz joiz bo'ladiki, mikrobiomlar bu bizning tanamizga ichakidagi mikrofloradagi patogen, ya'ni kasallik keltirib chiqaradigan mikroorganizmlarga qarshi kurashuvchi mikroblar hisoblanadi. Ya'ni biz uchun eng muhim bo'lgan mikroblar hisoblanadi. Navbatdagi immunitetda o'zgarish bo'ladigan hodisa bu stressga chidamlilik. Ya'ni roza tutganimizda bizning markaziy nerv sistemasida o'zgarishlar sodir bo'lib, tanada, ya'ni markaziy nerv sistemasida har qanaqa stressga chidamlilik holati kuzatiladi. Albatta biz agar 5, 10, 15 kun roza tutgan insonga yuzlanadigan bo'lsak, u ancha o'zini asabiy tomondan bosib olgan, xotirjam holatda bo'ladi. Mana shu holat esa stressga chidamlilik holati hisoblanadi. Navbatdagi organizmda sodir bo'ladigan holatlardan biri bu oksidativ stressning tushib ketishi. Oksidativ stress agar bizda yuqorilaydigan bo'lsa, bizning qonimizda erkin radikallar paydo bo'ladi. Bu aynan mana shu erkin radikallar bizning qonimizdagi chiqindilar hisoblanadi. Agar roza tutganimizda organizmda oksidativ stressning pasayib ketishi natijasida antioksidantlar paydo bo'ladi. Antioksidantlar nima? Bu bizning organizmimiz uchun kerak bo'ladigan eng muhim vitaminlar, ya'ni vitamin A, vitamin E, askorbin kislotasi va hokazo.
Immunitetda sodir bo'ladigan navbatdagi o'zgarishlar bu autofagiya. Bu autofagiya bu nima? Bizning organizmimizda immunitet sistemasida yoshi o'tagan qari hujayralarni qayta ishlash protsessi. Aynan autofagiya deb aytiladi. Bu autofagiya ichida ksenofagiya deb nomlanuvchi tushuncha bor. Bu ksenofagiya aynan mana shu patogen mikroorganizmlarni nobud qilish va ularni qayta ishlash protsessi ortadi. Bu Ramazondagi ro'zani immunitetga asosiy foydalaridan biri hisoblanadi. Azizlar, mana biz sizlarga immunitet sistemasiga qanday foydali ekanligi to'g'risida sizlarga tushuncha berdik. Shunga qarab o'zingiz xulosa chiqarishingiz mumkin. Alloh bandasiga qanchalik mehribon. Shu yo'sinda sizlarga bir narsani tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Bizga juda ko'p savollar bilan murojaat qilishadi. Oshqozon yara kasalliklari, gastrit kasalliklari bilan ro'za tutish mumkinmi? Albatta ro'za tutish mumkin. Agar Ramazonda ro'za tutadigan bo'lsak, oshqozonda joylashgan xlorid kislotasini ishlab chiqaradigan hujayralarga markaziy nerv sistemasidan oshqozonda ovqat mavjud bo'lmaganligi va xlorid kislota ishlab chiqarilmasligi to'g'risida signallar boradi va oqibatda yara xlorid kislotasi bilan ta'sirlanishi susayadi. Biz tasavvur qilaylik, dehqon dalaga bug'doy sepdi va uni undirdi. Qarabsizki, kunlardan birida qandaydir mashina unib ketgan bug'doyning tepasidan yurib ketadi. Oshqozon yara kasalligiga xuddi shunday. Agar biz oshqozon yara kasalligiga qanchalik biz dori berganimiz bilan, qanchalik muolaja qilganimiz bilan oshqozonga biz to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yib oshqozonga dab bermaydigan bo'lsak, endi bitib kelayotgan yara tepasidan qattiq dag'al oziq-ovqat mahsuloti o'tishi oqibatida xlorid kislotasini ko'p miqdorda ishlab chiqarishi oqibatida yara yana yangilashi mumkin. Ko'rib turibsizki, demak, ro'za albatta yara kasalligida nafaqat mumkin, balki foydalidir. Ro'za paytida bosh og'riqlari paydo bo'lish to'g'risida bizga ko'plab murojaat qilishadi va uning sababini va yechimini to'g'risida savol berishadi. Bosh og'rig'ining asosiy sabablari, birinchi sababi bu organizmning degidratatsiyasi. Degidratatsiya bu organizmning suvsizlanishi. Organizm uchun bir kunda 1 sutkalik 1,5-2 litr suv kerak bo'ladi. Demak, biz shuni hisob-kitob qilishimiz kerakki, iftorlik va saharlik paytida ikkala paytdagi suv miqdori 1,5 litrga yetishi kerak. Ikkinchi bosh og'rig'ining asosiy sababi uyqu normasining buzilishi. Bizga ma'lumki, normal holatda yoshi katta odamlarda 6 soatdan 8 soatgacha uyqu normal hisoblanadi. Ramazon ro'zasi paytida bunday uyqu buziladi. Shuning uchun kunduzi va ro'za tutganlarga yarim soatdan 1 soatgacha orom olishlarini biz tavsiya qilamiz. Navbatdagi bosh og'rishining sababi qondagi glyukoza miqdorining o'zgarishi. Ro'za tutgan paytida qondagi glyukoza miqdori, ya'ni qand miqdori pasayib ketishi yoki ko'tarilib ketishi ehtimolligi bo'ladi. Oqibatda bizning markaziy nerv sistemasida modda almashinuvi, oksidlanish, shuningdek osmotik bosimning ortib ketishi holatlari kuzatiladi va natijada bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Navbatdagi bosh og'rig'ining asosiy sababi bu zo'riqishdagi aqliy mehnat. Albatta aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi insonlarga biz Ramazon oyida imkon qadar ish vaqtlarini qisqartirishlarini biz tavsiya qilamiz. Biz ovqatlanayotgan paytimizda asosan biz yuqorida aytib o'tdik, keto diyetaga biz e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni past uglevodli mahsulotlarni iste'mol qilishimizga e'tibor berishimiz kerak. Statistikada shu narsa ma'lum bo'ldiki, respublikamizda Ramazon paytida xirurgik bo'limlarga asosan appenditsit tashxisi va o'tkir ichak tutilishi tashxisi bilan bemorlar ko'p murojaat qilib kelishgan. Chunki mana shu paytida biz iftorlik paytida och turgan oshqozonga birdaniga kuchli ovqat yuboradigan bo'lsak, albatta appenditsit yoki o'tkir ichak tuzilishi, hatto surunkali oshqozon yara kasalligidan qon ketish alomatlari ham kuzatilishi mumkin. Demak, ovqatlanish tartibi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bosh og'rig'ining asosiy sabablari bu stress. Har qanaqa holatda ro'za tutsangiz ham, tutmasangiz ham markaziy nerv sistemasining surunkali zo'riqishi stressga olib keladi va bu stress esa albatta bosh og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Azizlar, mana shu muborak kunlarda sizlarning qilayotgan ibodatlaringizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin.